Çay demledin balam. Azırak şimbatti qılıp şey dada. To'xta balam. Sana deydigan muhim gepim bor. Acab yaxshi demlanibdi bu çay. Balam, sana demekçi bo'lgan gepimni asli anang sana deydi. Lekin endi men demasam bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Chunki anang yo'q. Endi yo'q. Mening deyishimga to'g'ri gap qilyotdi balam. Ko'nglimni yerim qilsa dada. Bu gaplarni deyishga men ojizlik qilyaptim balam. Lekin demasam bo'lmaydi. Rost bo'lmaydi. Mo'sha haftaning 6-kuni sening to'ying bo'ladi. Buningga boshqa fikring yo'qdi balam. Yo'q dada. Siz qo'shilgan bo'lsa boshqa fikrim yo'q. Xo'sh. Balam. Quloq silib angla. To'yang bo'lib, әтсідін татып, сән şu ailenin bir əzası bolasın. Yo'ldashingning күчлүк, арық терки bolasın degan gap. Ularning ichiga och, to'qiga to'q bolasın. Qaynotang, qayn onang, yo'ldashing nada chaqirsa, shu yerga darhol tayyor bo'lishing lozim. Ular so'z qilganda quloq silib anglab, esingda gapni mahkam tutulib, buyurgan ishni pak-pakiz tugitishing lozim. Bejandil ish qilmasak bo'lmaydi. Ha, ma'qul dadam. Agar ular xato gap qilib qolgan taqdirda-mo balam, hargiz lo'qma sanma. Bo'lmasa ular sendan ranjib qoladi. Eng yaxshisi 1-2 kun o'tgandan keyin balam. Dada, ochiq chirayverin. Sizlar tunigin degan gapni manda desak qanday bo'lar? Yoki dada, bu ishni manda qilsak bo'ladigandek turadi deb maslahat tariqasida aytgan. Shunda desang, ular sendan ranjimaydi jinim balam. Uqdingmi? Ma'qul. Aqlliq balam dersen. Balam, to'yang bo'lib 2-3 kundan keyin shaxsi o'yli aram tazliqlarni cho'nglar o'rindan tug'ich pakiz qilib bo'lishing lozim. Cho'nglar o'rindan tug'anda qishig'i chirib, ana tijaman qo'paplimi, dada tijaman qo'paplimi deb ochiq chiroylik bilan salomga chirib chiqishing lozim. Chiqqandan keyin jiddiy tayyorlik qilib, atiganlik nashtaga tayyorlik qil. Ha? Ma'qul. Yo'ldashing ishga manganda yo'q narsalarni tepishib berib, keyindan asta chiqib, baldorak kelalajima deb qo'ysa balam. Bo'lamda. Unda demsam o'z o'yingan tip keladi da. Ma balaning davatgan gapini qayla. Balam, menmi ishga mangdiganda onangmi ish oldig'icha chiqib, "Voy adam, baldorak kelalajima" deytamasma. Buning ishi hech qanday qiyin yo'q, oshda desang foydasi bor balam. Yo'ldashing ishdan qaytib kelganda oldiga chiqib, darhol bir piyola choy, qiziq bo'lsin, so'g'aq bo'lsin, ussizlik tayyorlab tur balam. Ha, ma'qul dada. Ular tamoq etganda shu tamoqqa zan serib ol. Ashu oilada qaz tamoqning chaqiraq etidi, buni esingda ching tutib ol. Keyin cho'mich qozon sang qolganda, senmo shu pardada etpasang, ular sendan baxo'shib ketadi. Ha, ma'qul dada. Tamoq ming uyda, o'xshaydi bir uyda deydigan gap bor balam. Esingda ching tut. Jinim balam, yemek içmekni hergiz israf qilishga bo'lmaydi. Buni esingda mahkam tut. Tejashlik bilan oila boshqarishni o'rganishing kerak. Kunlarning birida nimani israf qilsang, shuningga egilib qoladigan ish chiqadi. Sen bir yerga bormoqchi bo'lsang, birinchidan yo'ldashingdan, qaynonangdan, qaynotangdan so'rab, aningdan berishing kerak. Ikkinchi gapim balam, qaynotang, qaynonang
Meyli bir narsani qo'yib qo'ygan bo'lsin, hatto pul pichkini qo'yib qo'ygan bo'lsin, onunga sen hergiz ko'z qirig'ini sasang bo'lmaydi. Kiyim shugan vaqtingda bütün kiyimlarning yonchiqini obdan o'rab, qaylab, ondan yuyishing kerak. Mo'yim narsani yuyib tashlasang, ko'ngilsizlik paydo bo'ladi. Uqdingmi balam? Balam, ular qerib qolgan vaqtida issiq suv tayyorlab, puraqliq sopini elib, qaynanangning put-qo'llarini tutqash, pap-pak yuyib qo'y. Hafta 10 kunda chechini tarab qo'y, tirnaqini ap qo'y. Shunda qilsang, qaynanang shunda xo'shalab ketadi. Hatto qaynatang, yo'ldishingmi sendan xo'shalab ketadi balam. Gapimni esingda chang tut. Ha, ma'qul dada. Ondan yana bir muhim gap. Qaynanang, qaynatang bayada yo'ldishing bilan hergiz takallashib qolma. Boshqalar bayadimi yo'ldishing birini desa, ikkini deb talassang, hergiz bo'lmaydi. Bu gapimni cho'qim esing tut. Jima balam. Gapim qulqingda tursin. Ma'qul dada. Ular sizlarni bo'lak uy tutinglar deb ayrim uyga chiqarib qo'ysa, ma'qul deb uy tutgandan keyin kunda xuddi burunqidek har kuni mayli quruqchi, mayli o'lchi ularni yo'qlab tur balam. Chunki odam qayraganda g'ayribsinib qoladigan ekan. Sen mangmi shunda obdan qaylading balam. Men sendan baxush. Sening va bolalaring qayraganda sana shunda qaylaydi balam. Oxirda shuni xuloslab deb qo'yay. Qaynatang, qaynanang yo'ldishingga qilgan yaxshi ishlaring aman bir kuni bolalaringdan o'zingga yanada. Tushundingmi balam?